Dadam bizni tashlab ketgan. Ayam har kuni yig'laydi. Ovqatlarimizga ham pulimiz yo'q. Hech kim bizlarga yordam bermayapti. Doktorlar har kuni masharimni atom qilyapti. Men ham yashagim kelyapti. Nimani qilsang xor, o'shanga bo'lasan zor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Mustafa ukamizni 1 yoshida dadasi tashlab qochib ketgan. Hozir oq qon kasaliga qarshi kurashmoqda. Aka opa singillar, Alloh hammasini ko'rib turibdi. Ehson qilish uchun qancha pul kerak? Ayting. Biz sizdan million so'ramayapmiz. Alloh yo'lida mana shu Mustafa ukamizga atigi 5000 so'mdan ehson qiling. Qo'ygan videolarimizga tushgan mablag' hozirgi kunda bitta ampulaga yetadi. Yana 8 ta ampula olish kerak. Bir dona ampula narxi 15 million so'm. Aka opa singillar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Mana shu jajjigina farishtani hayotini asrab qolish sizni bizni qo'limizda. Ehson qilishga qurbingiz yetmasa, ushbu videoga 1 dona like bosib, 5 dona kommentariy yozib, shu videoni yaqin insonlaringizga ulashing.